filtr olayotganinglarda faqat korpusiga ustiga emas, ichiga ham e'tibor qilinglar. Eng asosiysi ichi. Buni modellari, korpusi hammasi har xil, lekin ichi umuman boshqa narsa bo'ladi. Arzonchiroq filtrlar deyotganida zapchasti ham shunga yarasha bo'ladi. Arzon degani yomon degani emas, lekin sifati ham shunga yarasha bo'ladi. Oddiy jo'mraklarning vesida ham 180 gram bor, bu уже 360. Bu og'irroq. Glansiy bo'ladi, ko'chmaydi. Bu nikellar tez ko'chishni boshlaydi. Shu narsalarga ham e'tibor qilasizlar. Avariyli kranlar, temirliklari bor, tuz yeb tashlab buziladi. Arzonchilarda ko'proq shunaqa narsalar bor. Отходной klapanlar, ichidagi setkalari bor. Buni ichidagi plastmassaviy bor, temirligi bor. Temirliklarning yomon tarafi tuz yig'ilgandan hisobida keyin suv o'tmaydi, уже apparat уже noto'g'ri ishlaydi, suv tozalab berish to'xtaydi. Adapterlarda farqlari bo'lishi mumkin. Adapterlarga e'tibor qilinglar. Oddiy prostoylarda kaltaroq bo'ladi, yevropeyskiy standartlari bor, 3 metr bo'ladi. Keyin asosiy narsalardan bittasi membrana. Membranani har xili bor. Buni 100 mingligi bor, 200 ming, 1 millionliklari ham bor. Galonida farqi bor, avlodida farqi bor. Bular ikkinchi avlod. Bular 4-avlod 4000 qattiqlikgacha mo'ljallangan. Bular 2000 qattiqlikgacha mo'ljallangan. Bachoklari bor, prostoylari bor, ichi emaldan qilingan yoki yengilcha texnologiyalari bor, ichi alyuminiy kompozitdan qilingan. Bunda suvda vodorod ham ushalib turadi, suvning sifati ham buzilmaydi. Bular hammasi qimmatroq bo'ladi. Prostoy filtrlarda, hozir ochib olsak, bular alyuminiy kompozitdagilarda o'sha sifati ham buzilmaydi. Arzon filtrlarda bu narsalar bo'lmaydi, chunki summaga yarasha, o'zi ham sborkasi ham shunga yarasha bo'ladi. Suv filtri har kuni ishlatishlarini hisobga olinglar. 1 yil любой apparat tiq etmasdan ishlab beradi. Любой apparat. No 1 yildan keyin, 2-3 yildan keyin klapan, avariyli kran, jo'mraklarda defektlari boshlanadi. Ana o'shanda arzon bilan qimmati rol o'ynaydi. Ko'rinishi общийda bir xil, idealniy ko'rinadi, lekin ichidagi suv yeb dabdala qilib tashlaydi. O'shaning uchun olayotganinglarda servisini so'raydi. Keyin pompa nasoslari. Pompa nasos ham ko'pchilikda bo'lmaydi, наличида. Apparat ichida bo'ladi, pompa ham charchiydi, nasos suv qachat qilishdan to'xtaydi. Bir-biriga tushmasligi mumkin keyin. Qidirib qolasizlar. O'shaning uchun filtr olayotganlarda maslahatim ko'proq servisiga urg'u beringlar, korpusiga emas. Bular deyarli hammasi bir xil vazifani qiladi, lekin ichidagi narsalar уже boshqa